Bugun Qo'qon davlat universiteti rektori Dilnoza Xo'jayeva bir guruh mas'ullar hamrohligida ijarada yashovchi talabalarning turar joylari va yashash sharoitlari bilan yaqindan tanishdi. Ushbu tashrifning asosiy maqsadi talabalarning mavjud muammolarini joyida ko'rib chiqish hamda kuz-qish mavsumida ularning xavfsizligi va qulay yashashi uchun zarur choralarni belgilashdan iborat bo'ldi. O'rganish jarayonida ijara xonadonlaridagi isitish tizimi, elektr va gaz ta'minoti, issiqlik izolyatsiyasi kabi omillar ko'zdan kechirildi. Sanitariya-gigiyena talablariga rioya qilinishi, yong'in xavfsizligi vositalari, ichimlik suvi bilan ta'minlanish kabi muhim jihatlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Tashrif davomida rektor Dilnoza Xo'jayeva talabalarning o'zi bilan bevosita muloqot qilib, ularning fikr va mulohazalarini eshitdi. Talabalar tomonidan bildirilgan takliflar, mavjud kamchiliklar va ehtiyojlar bo'yicha mas'ul rahbarlarga aniq vazifalar topshirildi. Shuningdek, rektor talabalarni qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ijara uylarida xavfsiz va sog'lom muhit yaratish universitet rahbariyati uchun ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ta'kidladi. Mazkur tashrif talabalarning turmush sharoitlarini muntazam nazorat qilish, ularning farovonligi ta'minlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimining muhim qismi hisoblanadi.